Bu yurtda allasiz tong otmas. Sof oltin meroslar zanglamas. Chin san'at til millat tanlamas. Sahnalar gardini o'pganlar, san'atdan baxtini topganlar. Navbatdagi ustoz san'atkorni davraga taklif etamiz. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Muhsinbek Mo'minov davrada. Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz mehmonlar, aziz qadrdonlar. Mana shu ustozimiz Valijon Qodirovni, mana shu yerda o'tirgan barcha san'at ahlini, shinavandalari, ustozlarimizni farzandlari hamda ularning shogirdlari. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Fursatdan foydalanib ustozimiz, akamiz, qadrdon Valijon akamga, aka-ukalariga, oila a'zolariga sog'lik, salomatlik tilayman. Hali ukam aytganlaridek, biz shu ustozlarimiz Tavakkal Qodirov hamda Sherali Jo'rayevlarda shogirdlarimiz Ulmas Saidjonov juda ko'p ustozlarimizni qo'shiqlarini ijro etganmiz hamda ularni o'zimizga ustoz deb bilamiz. Ustoz, sizni ham shu fursatda ustoz deb bilamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Shu bolaligimizda shu ertalab tongi Navolar degan bir konsert bo'lardi. Shu yerda sizni bir ashillangizni berardi, radioda berardi. Yulduz degan O'zbekiston radiosida. Hozir fursatdan foydalanib shuni men ijro etib beraman. Albatta ruxsatlari bilan, ustozning ruxsatlari bilan. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Urdu rakıblar, sevgi öldü tug'ilmay turib. Seni yoldan urdu rakiblar, sevgi öldü tug'ilmay turib. Kuydiradi meni taqiblar, hicron bilan boshimga urib. Kuydiradi meni taqiblar, hicron bilan boshimga urib. Yulduz, yulduz, sen bularni bilmaysan yulduz. Yulduz, yulduz, sen bularni bilmaysan yulduz. Achchiq kulib yengib qolaman, bilolmayman aytgan so'zimni. Yo'q o'zimni qo'liga olaman, ocholmayman ba'zan ko'zimni. Yo'q o'zimni qo'liga olaman, ocholmayman ba'zan ko'zimni. Yulduz, yulduz, sen bularni bilmaysan yulduz. Yulduz, yulduz, sen bularni bilmaysan yulduz. Adamlar gitti befoyda, bekar gitti qancha iztirob. Men ojizman, makr bor joyda, men g'olibman
kulganda oftob. Men ojizman makr bor joyda, men g'olibman kulganda oftob. Yulduz, yulduz, sen bularni bilmaysan yulduz. Yulduz, yulduz, sen bularni bilmaysan yulduz. Acınaman yalğız şularga, paymal buldu gurur ve namus. Acınaman yalğız şularga. Yulduz, yulduz, sen bularni bilmaysan yulduz. Yulduz, yulduz, sen bularni bilmaysan yulduz. Eh, sen bularni bilmaysan yulduz. Sen bularni bilmaysan yulduz. Rahmat. Gulduros qarsak. Muhsinbek Mo'minov qarsaylar bo'lsin.
Davomli qarsaklar, harbiy orkestr sozandalari. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar. Ruxsat bersanglar, Sharqiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni tashakkurnomasi bor edi, shuni o'qib bersam. Sharqiy harbiy okrug qo'shinlarida harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarining bo'sh vaqtlari mazmunli o'tkazish, shaxsiy tarkib bilan ma'naviy, ma'rifiy hamda madaniy hordiq tadbirlarini o'tkazishda ko'rsatib kelayotgan amaliy yordami, shuningdek yoshlarni kuchli ma'naviyatli, mustaqil fikrlaydigan, vatan taqdiri va kelajagi uchun javobgarligini o'z zimmasiga oladigan komil inson qilib tarbiyalayotganligi hamda ularni ona yurtga sodiq farzand qilib kamol toptirishda beminnat xizmatlari uchun Qodirov Valijon Abdurahmonovich tashakkurnoma bilan taqdirlandi. Sharqiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Saidov Oybek Ozodovich. Muborak bo'lsin. Guldiroz qarsaklar davomli bo'lsin. Aziz muxlislar, hurmatli tomoshabinlar, dasturimiz davom etadi. Yana bir ustoz san'atkorni davraga chorlar ekanmiz. Oltariq zaminida juda ham ko'p san'atkorlarga ustozlik qilib, o'z san'atlari bilan muxlislarni mamnun etib kelayotgan xonanda, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Qilichbek Tojiyev davrada. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, aziz san'atkorlar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Xush kelibsizlar. Men Jon akamlar o'tiribdi. Men juda baxtli odamman. Valijon qani? Valijonni o'zim uylaganman desam. Uylangan, xizmat qilganman to'yida. Qarang, necha yil bo'ldi mana. Nevarali, chevarali bo'ladi yaqinda. Xudo xolasa, hamma Valijonni nima deydi? Ustoz deyapti, men shogird deyman endi. Telefonlashganimizda Qilichbek aka meni qo'shig'imdan bitta aytasiz dedi. Xo'p dedim. Lekin qo'shiq o'zimniki bo'lib qoladi. Men birovni qo'shig'ini aytmayman dedi. Shuning uchun hozirda Valijonni qo'shig'ida aytib beraman, u meniki bo'ldi endi. Xudosi. Shu qo'shiqlarimiz sizlar uchun marhamat, Mahsun akaga. Ko'ring. Ko'rishdan xumor bo'ldim, uxlolmayman, bedor bo'ldim. Bir ko'rishdan oshiq bo'ldim, uxlolmayman, bedor bo'ldim. Tabibim bo'l, bemor bo'ldim, sevib qoldim, nima qilay? Shifokor qiz, sevib qoldim, nima qilay? Shifokor qiz, sevib qoldim, nima qilay? Oydinlashdi xira ko'ngil, qo'ling ekan buncha yengil. Oydinlashdi xira ko'ngil, gulg'unchani go'yo bulbul sevib qoldim, nima qilay? Shifokor qiz, sevib qoldim, nima qilay? Shifokor qiz, sevib qoldim, nima qilay?
ming jonim kulib, bir tirildim 100 ming o'lib, tashlolmayman dildan yulib, sevib qoldim nima qilay? Shifokor qiz, sevib qoldim nima qilay? Shifokor qiz, sevib qoldim nima qilay? Sho'x-sho'x. Astos. Bemoringni tashlab ketma, ko'zlarimni yoshlab ketma. Bemoringni tashlab ketma, ko'zlarimni yoshlab ketma. Oshig'ingni inkor etma, sevib qoldim nima qilay? Shifokor qiz, sevib qoldim nima qilay? Shifokor qiz, sevib qoldim nima qilay? Qassalar bo'lsin. O'ynaganlarga ham sizlarga ham katta rahmat. Ustozimiz Qilichbek Tojiyev. Rahmat. Biroz qarsagilar bo'lsin. Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist. Hojaga rahmat. Ustoz Mirzov. Xuddi mana shu davrani davom ettirgan holda, xuddi mana shu yuqori kayfiyatda davrada albatta Mirodil Hakimov kuylaydi. Guldiroz qarsagilar bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum sizlarga. Valijon aka, men bir narsaga xursand bo'lyapman, yana ham bir marta Andijondan menga qo'yib yetib kelishga harakat qildik. Mana shu davraga Alloh taolo o'rgutdi, nasib qildi. Nasib qilmasa juda o'zim xafa bo'lardim, chunki endi yo'l. Nimaga bu Oltiariqdan, Farg'onadan ko'pgina san'atkorlar, zo'r san'atkorlar chiqarkan desam, muxlislarga vahshiy gap yo'q. Sizlarga rahmat. Hammalarini chehralari shunday bilinib turibdi, san'atsevar insonlarligi. Aka, sizni dunyo turguncha turing deymiz. Ijodingiz hech qachon so'nmasin. Sizni xalq yaxshi ko'radi. Biz ukalaringiz ham yaxshi ko'ramiz. Sizni Andijon xalqi yaxshi ko'radi akami. Sherali Jo'rayevni kim yaxshi ko'rsa, akami hamma yaxshi ko'radi. Salomat bo'ling aka. Farzandlaringiz, oila a'zolaringiz ham tinch bo'lsa, orzu-havaslarini ko'rsatsin. Uylanmagan yigitlar bormi deyapti aka. Endi uylanganlar bo'lsa ham, shu uylanmagan paytini eslab, akam bitta qo'shiqlarni bergan, Qilich akam aytgandek, bu ham meniki bo'ldi endi. Mana shu qo'shiq hammamizniki bo'pti. Mana shu qo'shiqni aytsak, shu qo'shiq disko, bitta aytamiz, raqsga tushamiz, ha? Burgutlar, qoya o'tgan bulutlar, yer ko'kka sig'maydi, uylanmagan yigitlar, qiz deb olov kecharsiz, tulpor bo'lib ucharsiz, tunda yostiq qucharsiz, uylanmagan yigitlar, yigitlar, uylanmagan yigitlar, yigitlar, bo'ylab yurgan yigitlar, yigitlar, uylanmagan yigitlar, yigitlar, bo'ylab yurgan yigitlar.
yigitlar, bo'yda yurgan yigitlar. Ay yigitlar. Eshitmayapti yigitlar. Qarsanglar. Gulduros qarsagilar. Murodjon Hakimov. Uylanmaganlar zudlik bilan uylanib ketinglar iloyim. Tashakkur, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Yuqori kayfiyatda mana shunday fayzli davramizni davom ettiramiz. Sog' bo'ling. Mamnuniyat bilan mikrofon qarshisiga, musiqiy sahnamizga taklif etaman. Shuhrat medali sohibi xonanda Abdujalil Qo'qonov davrida. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli hojonalarimiz, opa-singillarimiz, hojotalar, ustozlar, aziz mehmonlar. Mana shunday ustozni bugungi 45 yillik ijodiy kecha. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Hammalari gapirib yotdi, men lekin rangimni ham o'xshatib olganman-da ustozga. Ustoz, bu hammasi chiroyli bir mehnat sharofati deb bilaman. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. O'sha Yahyo hoji gapirib o'tdilar. Shu birdamliklaring, aka-ukalarda, oilani birdamligi hech qachon yo'qolmasin. Mana shunaqa muxlislaringiz sog' salomat bo'lsin. Bugun bularni ko'rib men juda ham mazza qilib o'tiribman. Boshinglar omon bo'lsin. Shunaqa yaxshi kunlarda tez-tez tashrif buyurib turinglar. Mana shunaqa tabassumni hech qachon yo'qotmang. Mana shu yarashadi sizga. Rangim ham o'xshaydi. O'xshatib olganman deyman. Sog' bo'linglar, xush kelibsizlar, aziz mehmonlar, ustozlar, shogirdlar, sog' salomat bo'linglar. Mana shunaqa yashnab yasharib xalq xizmatini qilib yuravringlar. Men endi bossoq bitta qo'shiqlarni aytib beraman. Juda ham yaxshi ko'raman shu qo'shiqni. Qildi yangalar, bag'rimizni tildi yangalar. Nima qilsa qildi yangalar, bag'rimizni tildi yangalar. Seni oqqa o'rab chirmashing, mening bag'rim tildi yangalar. Seni oqqa o'rab chirmashing, mening bag'rim tildi yangalar. Nayrangini bildim ularni, holim bilmay ketdi yangalar. Nayrangini bildim ularni, holim bilmay ketdi yangalar. Kelin poshsha ko'z yoshin artib, qo'lin siltab ketdi yangalar. Kelin poshsha ko'z yoshin artib, qo'lin siltab ketdi yangalar. Tugab madorlar, ram yo'lga cho'kkalab qoldim.
madorlar ortlardan tosh otdimi men boshlarimni yordi yorlar ortlardan tosh otdimi men boshlarimni yordi yorlar küldü yengelenler Bakmal şoyi körpeler sorup Kandan atıp küldü yengelenler İçkeriga koymay kuyovni Besh o'simlik bo'ldi yengeler Ichkariga qo'ymay kuyovni Besh o'simlik bo'ldi yangalar O'sha kecha chimildi emas Qora parda yildi yangalar O'sha kecha chimildi emas Qora parda yildi yangalar Seni boshqa birovga berib Nima qilsa qildi yangalar Seni boshqa birovga berib Nima qilsa qildi yangalar Abdujalil Qo'qonov. Boshi zamon bo'lsin. Yor-yorni qo'shib yuboraman dedim, tanali pastlik qilib qoldi menga. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Guldiroz qarsaklar bo'lsin ustoz san'atkor Abdujalil Qo'qonov. Ustoz san'atkor nafaqat shogirdlarni qo'shiq bilan tarbiyalab, hattoki harbiy vatanparvarlik ruhida ham tarbiyalash maqsadida Alpomish harbiylashtirilgan maktabiga asos solganlar. Mana shu maktabning bir qancha o'quvchilari ham davraga birozdan keyin chiqib kelishadi. Navbatlarni hozir Oltiariq tuman madaniyat bo'limi rahbari Murodjon Kamoliddinovga beramiz va ustoz san'atkor bilan duet qo'shiqlarini ijro etishadi. Marhamat, Murodjon Kamoliddinov davrada. Doimo xalqimning tinchini o'yladim, yigitlik burchimni baland kuyladim. Doimo xalqimning tinchini o'yladim, yigitlik burchimni baland kuyladim. Vatanim mehrini dilga joyladim, Vatanim mehrini dilga joyladim. Hey onajon, askarlik salomim sizga, yurakdan qaynagan kalomim sizga. Onajon, askarlik salomim sizga, yurakdan qaynagan kalomim sizga.
xizmatim o'tadim bir farzandga xos. Siz bilan yonma-yon bo'ldim har nafas. Sog'inchim so'ylasam aslo tugamas. Sog'inchim so'ylasam aslo tugamas. Hey onajon, askarlik salomim sizga. Yurakdan qaynagan kalomim sizga. Onajon, askarlik salomim sizga. Yurakdan qaynagan kalomim sizga. Yo'limga ko'z tikkan ey mushfiq onam, Iliq ko'ksingizga bosh qo'yib birdan sog'ish to'lar dilga totayin malham. Sog'inch to'lar dilga topayin malham. Ey onajon, askarlik salomim sizga. Yurakdan qaynagan kalomim sizga. Onajon, askarlik salomim sizga. Yurakdan qaynagan kalomim sizga. Qarsaklarınız bo'lsin. Qarsakiylar. Olimjon, bular kelajagimizda vatan himoyachilari. Yoshlarga chiroyli qarsaklar bo'lsin. Alpomish harbiylashtirilgan maktabining tarbiyalanuvchilari. Xo'p, assalomu alaykum barchaga. Zerikmayapsizlarmi? Yoqyaptimi? Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli hazrati insonlar. Bugun Oltiariqda doimgidek boshqacha tong otyapti. Sababi shunday yurtimiz, xalqimiz ardoqlagan hazrati insonlar, mana shunday vatanga bir sadoqati bo'lgan insonlar, shuningdek mana shunday mard va olijanob sizdek xalqimiz Valijon Qodirovda ijodiy kechasiga qariyb 45 yillik, yarim asrlik ijodiy kechaga hammalaringda yana bir bor xush kelibsizlar deymiz. Teşekkürler. Juda ham hayajondaman. Sababi yosh bo'lib turib bu yerda gapirish men uchun faxr, ustoz, iftixor. Bilasizmi, Valijon Qodirov deganda meni ko'z oldimga haqiqatda vatanparvar, adolatparvar shaxs namoyon bo'ladi. Chunki aytdilarki, Farg'ona viloyat hokimi Xayrilla Hayitbo'sh aytdilarki, kimnikini endi bu sonini qilyapsizlar deb har safar so'raydilar. Birinchi dastlab sonini O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Qilichbek Tojiyev bilan boshladik. O'zingiz keldingiz. Keyingi sonida Abdulhay Karimovni qildik. Keyin yana yosh ijodkorlardan qo'shamiz deb Nodirbek Xolboyevni qildik. 4-sonni kim qilyapsizlar deb savol berdilar. Valijon Qodirov ham "Oh" dedilar. Bu gap katta gap. Chunki Farg'ona viloyat hokimi shaxsan o'zlari mana shu loyihamizni, an'ana loyihamizni mana 4-soni bo'lsa, shaxsan o'zlari qo'llab-quvvatlayaptilar. Bu nimaga endi Rishtonda bo'lmayapti degan savol ham bo'lishi mumkin. To'g'ri savolmi? Rishtonda bo'ladi. Bu shunday bo'ladiki, viloyat hokimimiz boshlab bergan loyiha bu. Har bir hududlarda birma-bir bosqichma-bosqich bo'ladi. Rishtonda ham albatta bo'ladi. Valijon Qodirovda ijodiga bo'lgan bizning hurmatimiz, yuksak hurmat, e'tiborimiz va bilasizmi? Bitta narsani aytdilar, Farg'ona viloyati hokimi o'rinbosari aytdilarki, Xushjon Rustam Shahmetov bilan aytganimda, Valijon Qodirovda unvonlari bor dedilar. Sekin pichirladim. Aytsam,
bu yil olar ekanlarda deb duo qilib qo'yasizlar. Bu yil prezidentimizning muhabbatlari bor Valijon Qodirovga. Xudo xolasa duo qilinglar. Bu sahna Yaxshi niyat. Guldiroz qarsanglar. Sahna muqaddas, duo qilinglar. Prezidentimizning haqiqatda bir munosib muhabbatlari bor. Buni albatta yetkazamiz. Chunki mana shuni ham ijtimoiy tarmoqlarda muhtaram yurtboshimizni o'zlari ko'ryapti ekan. Men osmondan olganim yo'q bu gapni mana. Sahnada aytyapman. Zilola ansamblini ko'ryaptilar. Prezident ko'ryapti bu loyihani. Qarang. Bitta chekka hududda bo'layotib turgan loyiha qo'shni mamlakatlardan ham kelyapti turgani va Valijon Qodirovning ijodi orqali shuncha san'atkorlari kelishib bitta olamshumul voqea. Nimaga bunaqa deyapman? Bitta tumanda o'tkazayotib turgan tadbirimizga ham kechirasizlar, shuncha san'atkor kelmaydi. Lekin Valijon Qodirov orqasidan ko'ryapsiz, nechta san'atkor kelyapti. Bu sizga bo'lgan cheksiz hurmatimiz va bu loyihani ko'rishyapti. Har oyda shu Oltiariq madaniy markazimizda bo'ladi va ustoz sizga fursatdan foydalanib uzoq umr, sihat, salomatlik, baxt, kamolot so'rayman. Sababi siz yoningizda shunday ukalaringiz bor ekanki, men Xudo bilsa bo'ldi. Shu tadbirda qilishda ne insonlarda munosib hissasi qo'shsa Alloh rozi bo'lsin. Va tumanimizda hokimi Shamsiddin Asqarovga ham salomini yetkazmoqchiman. Ilohim mana shu sizni ijodingiz gullasin, yashnasin, xalqimizda baxtiga sog' omon bo'ling, yurtboshimiz omon bo'lsin. Rahmat. Chiroyli qarsanglar. Murodjon, rahmat. Albatta ustoz o'rni kelganda, kezi kelganda aytib qo'yish kerak. Mana shu loyihaning muallifi Murodjon Kamoldinov sababchi bo'lib mana shunday san'atkorlarni siz va bizni bu davraga jamlab turibdilar. Albatta biz ham Tohir Bag'dod telekanalida televideniyasida Olimjon Xatamov bo'lib faoliyat yuritayotgan paytlarim ustoz yonlarga olishgan. Ko'p to'ylarda, ko'p tadbirlarda, davlat tadbirlarida birga yurdik. Ustozlar bilan katta davralarda o'zini qanday tutish borasida bizga ko'p ustozlik qilishgan. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu tadbirni kuni chiqqanida menga bir og'iz taklif etishganda men boshim ko'kka yetdi. Hozirda faoliyatimni Bag'dod tumani hokimining matbuot kotibi, axborot xizmati rahbari bo'lib faoliyat yuritayotgan bo'lsam-da, bugungi davraga bajonidil yetib keldim va albatta mana shu davra haqida, bugungi tushgacha bo'ladigan mana shu tadbir haqida tumanimiz hokimi Maqsadjon Isaqovni, Qosimjonovichni aytib, bu davraga ruxsat so'raganimda bajonidil ustoz san'atkorga nomimdan salom ayting. Hali Bag'dodda undan-da katta tadbirlarda biz ustozni kutamiz Valijon Qodirovni deb aytib o'tishdi. Tuman hokimining tabrigini sizga yetkazaman. Sog' salomat bo'ling. Rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, aziz muxlislar, davraga taklif etamiz. Boya taklif etganimizda ham guldiroz qarsanglar davomli bo'lgan edi. Valijon Qodirovni nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni respublikalarda ham qattiq hurmat etishadi. Mana shunday san'atkorlardan biri Tojikiston, O'zbekiston respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Qodirjon Mirashurovning o'g'illari kelishgan. Qobiljon Mirashurovni, mehmon san'atkorni davraga taklif etamiz. Marhamat. Qarsanglar davomli bo'lsin. Avvalo assalomu alaykum ashfayizli. Qo'shon olgan aziz mehmonlar, biz ham tojikistonlik san'atkorlar nomidan, shaxsan dadamlarning nomlaridan, dadamlar poytaxtga Dushanbega ma'lum bir sabablar bilan tadbir bilan ketib qoldilar. Men o'zim soat 3 da turib, sahar o'zi 1 da keldik. Tashrif buyurdim. Ustoz sog' bo'ling, umringiz ziyoda bo'lsin. Dadamlar bilan biz aka-ukalari oqibatlariga yaxshi ko'radi sizni dadamlar. Umringiz ziyoda bo'lsin. Bitta dadamlar qo'shiqlaridan Olamgadon aytamiz, keyin siz bitta qo'shig'ingizni buni ham tarixini aytib beraman hozir. Marhamat, davom etamiz. Qarsang bo'lsin. Qobiljon Mirashurov. Shu ko'zu qoshingga olam gado, man ham gado. Lalilla bir gilizingga olam gado, man ham gado. Lalilla bir gilizingga olam
gado, men ham gado. Boshdan oyog'ing jon yurur, jonlar senga qurbon yurur. Jono oyog'u boshingga, olam gado, men ham gado. Jono oyog'u boshingga, olam gado, men ham gado. Yoshing o'tir, bizning olamni yoritir. Bu husning, bu yoshingga, olam gado, men ham gado. Oh yoshingga ketdi ulg'ublar shahid. Oh yoshingga ogahi, rahm ketdi ulg'ublar shahid. Ta'siri ohu yoshingga, olam gado, men ham gado. Ta'siri ohu yoshingga, olam gado, men ham gado. Olam gado, men ham gado. Olam gado, men ham gado. Rahmat ustoz. Esingizda bo'lsa, Ramazon oyida bir qo'shiqlarini o'zi telefonda so'ragan edim, nasib qilganini qarang aytgan joyimni. Aldama degan qo'shiqlarni men ham ijro etganman. Qo'ldan kelgancha ijro etdim. Marhamat. Go'zal yor aldama, ovora qilma. Jafo bilan dilimni xora qilma. Go'zallikka mislsiz boyirursan. O'zingni no'rin bechora qilma. Aldama, yor aldama, ovora qilma. Aldama, yor aldama, ovora qilma. Agar sevsang meni, ko'z uzma menda. Bo'laklar husniga nazorat qilma. Agar sevsang meni, ko'z uzma mendan. Bo'laklar husniga nazorat qilma. Muqaddas yorga bergan ahd paymon, o'zim ahdik yuzingni qora qilma. Aldama, yor aldama, ovora qilma. Aldama, yor aldama, ovora qilma. Agar ishqingga men qilsam xiyonat, yo'q
deb mendan dilimni pora qilma. Aldama yor aldama, ovora 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 qilma. Qobiljon Mirashurov, biroz qarsakilari bo'lsin. Qobiljonga qarsaklar Tashakkur. bo'lsin. Ustozoda san'atkori. Rahmat do'stim, umringiz uzoq bo'lsin. Ustozimiz Qodir akamga salomimizni yetkazasiz. Minnatdorchiligimizni yetkazasiz. Hali yana gaplashamiz, xudo xolisa. Chiroyli qarsakilari bo'lsin. Rahmat. Qobiljon. Qobiljon Mirashurov.